Man ismim Aziza, 24 yoshdaman. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bitiruvchisiman. 3 farzandim bor. Bir qiz, 2 egizak o'g'il farzandim bor. Odatda qizim bilan kelaman, chunki 2,5 yosh. Qanaqadir bog'chaga berishim kerak edi va shu tanladim. Qizimiz Muslimaxon. Bu bebaylik kelishimizdan oldin odamlarga qo'shila olmasdi. Keyin ular bilan gaplashib, boshqa o'rtoqlar bilan kelsa ham yig'ilib, erkalanib, egoistlik qilaverardi. Shunga bebaylikka kelishga majbur bo'ldik. To'g'risini aytsam, rosa o'yladik. Xo'jayinim bilan nima qilamiz, qanaqa qo'shilib ketadi, bolalarni qanaqa qabul qiladi. Katta odamlarga ham borish qiyin, chunki birinchi farzand, yana birinchi nevara, hamma erkatoy bo'lgani uchun rosa o'ylandik. Yo'q, baribir berib ko'rish kerak. O'tirib-o'rganimizku hadeb, nima qilamiz deb qo'yamiz deb, keyin berishga qaror qildik. Albatta, chunki sezdim juda katta rezultatlarni. Bemalol bolalar bilan qo'shilishni boshladi. Juda ham nutqida ko'p so'zlar chiqishni boshladi, diqqat olishni boshladi. Televizorga qarab ham bemalol gaplarni qaytarib, bizga ham javob qaytarib, nima holatga tushuntirishni boshladi. To'g'risini aytsam, birinchi o'chirtda yaqinligi yoqdi uyimizga, chunki 5-6 minutlik yo'l, uzoqqa borgim kelmaydi. Ikkinchidan, borgandan keyin atmosferasi juda zo'r. Bu o'zim hattoki bola bo'lib o'ynayman, qo'shilishib. Farzandim o'zi ham borgisi kelib, o'sha o'rtoqlariga borgisi kelib, qiziqishni boshlagani uchun juda ham yoqadi o'tga borish. Borganimizdan keyin boshida uncha gapirmasdi. Hattoki hojatxonaga o'zini ish bajarishiga ham inamay qarab turaverardi. Hozir hamma gaplarni tushuntirib, o'zini xohishlarini aytib, bemalol fikrini bildirib, hattoki yoqmayotgan narsaga ham yoqmayotganini bildirishni boshladi. To'g'risini aytsam, hamma vaqti ham, daqiqalari ham bizga qiziq. O'zi kamgina, lekin ko'p bo'lishni xohlardik. Juda ham maza qilib o'tkazamiz. Vaqt o'tib ketganini bilmaymiz. Agar 10 ballik tizim berganda 10 ball, chunki juda ham bo'lisi mehribon, hammaligisi bir-birligisini qo'llab-quvvatlab, ishlab, hattoki ular bir-birligisiga qarindosh deb o'ylaymiz, yaqinligisidan yaxshi bo'lib ketishganligidan.